Assalamu alaikum muhtaram qarindoshlar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sahifamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Pokistondagi bir qism Uyg'urlar Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qadir xonim bilan telefon suhbati olib bordi. Ular Xitoy elchixonasi va Pokiston doiralarining har xil siyosiy besimi tufayli gangrab qolganligini bildirdi. Söhbətni Pokistondagi Ömər Uyğur vaqfi təşkilləgan. Söhbətə bular təşkilləgan Uyğur cəmaəti iştirak qıldı. Uyğur Milli Hərəkəti rəhbəri Rabiya Qadir xanım Ömər vaqfi hazırlayan telefon yığınında cəmaətin hərgiz ümidsizlənməy, toğru yolda menib, toğru iş qilishini tavsiyə qılgan. Ma'lum bo'lishicha, Rabiya Qadir xonimning so'zidan keyin mazkur Uyğur cəmaəti arasida qaytadan irada va umid shakllangan. Telefon yığını axırlaşqandan keyin Uyğur cəmaəti Rabiya Qadir xonim va Uyğur fəaliyyəti üçün dua tilavat qildi. İtaliya Società Libera təşkilatının 2010 yıllık xalqaro erkinlik mukofoti Uyğur Milliy Harakati rəhbəri Rabiya Qadir xonimga taqdim qilindi. Rabiya Qadir xonimning kenji qizi Qiqinus xonim anasiga vakolatan İtaliyaning Luka shahrida o'tkazilgan mukofotlash murosimiga qatnashdi. Hamda İtaliyadagi ijtimoiy erkinlik tashkilotining erkinlik nomidagi mukofotni topshirib oldi. Qiqinus xonim anasining bo'libmi Uyg'ur xalqining ovozini İtaliya xalqiga yetkazganligidan intayin faxrlanganligini bildirdi. Qiqinus xonimning mukofotlash murosimidagi ta'sirli nutqi Uyg'urlarning bugungi siyosiy vaziyatini texmo ro'shan yo'ritib bergan. Mazkur mukofotlash murosimining oldida yana 17 iyun Qiqinus xonim yana Luka o'lkalik parlament Rabiya Qadir xonimga bergan erkinlik mukofotini topshirib olgan edi. Obdurchi Sidiq Hacı Roza Efendi'nin Yaponiya ziyareti devam kılmakta. O 6. ayının 18. günüden 21. günügece Yaponiyadaki 5 üniversitede Uyghur meselesi hakkında doklad verdi. Doklad beriş yığınıga Yaponiya ve çetellik okuqçı qatarlıqlar qatnaşdı. Mazkur doklad beriş yığınıga yana Xitaydan Yaponiyaya kelib oqıvatqan mutaxassis ve okuqçılarla qatnaşıp Sidiq Hacı Roza Efendi'den her xil suallarını sordu. Bulardan başqa yana Sidiq Hacı Roza Yaponiyadagi bir qism mutaxassislar bilan yepiq suhbat yig'iniga qatnashgan. Obzorchi Sidiq Hacı Roza 28-iyungacha Yaponiyada 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini unutmang. Setib o'tilgan Sharqiy Turkiston degan temalarda doklad berdi. 5-iyul tutqunlardan Shuhrat Tursun ismli bir yosh o'tgan yili Qo'rg'as noyisida saqchilar tarafidan urib o'ldirilgan. Vaqa dunyoga oshkorlangandan keyin saqchilar vaqani dunyoga oshkorlag'uvchilarni tutish harakati boshlagan. Harakat davomida Abdusalom Nasir, G'eni Isroil va Anvar Isroil qatorliq 20 ga yaqin kishi tutqun qilinib, ko'pinchisi bir qancha oydan keyin qo'yib etilgan. Ammo davlat maxfiyatligini oshkorlash jinoyati bilan ayblanib, izdilayotgan bosh gumondor Arshidin Isroilning inisi Anvar Isroil hozirgacha tutib turilayotgan edi. Anvar Isroilning ayoli Asiya Kerimova Qozog'iston vatandoshi. Asiya Kerimovaning bildirishicha, o'tgan hafta Xitoy doiralari Anvar Isroilni qo'yib bergan. Asiya Kerimova yo'ldoshi 9 oy tutib turilib, qo'yib berilgandan keyin yo'ldoshi bilan 2 qatim telefonda so'zlashgan. Shuhrat Tursun fojiasining dunyoga oshkorlanish voqeasi sababli tutilganlardan Abdusalom Nasirning texnichi turmada ekanligi ma'lum. Uyghur Abdunum rayonu dairələri 5-ci yıl vəqəsinin 1 yıllık məzgilində qattiq bexəterlik tədbirləri alğan. Ürümçidən radiomuzga uçur yetkizgan biraylarning bildirishicha, hozir Ürümçi ko'chlarida qurolliq saqchilar yana ko'paytirilgan. Shahar ko'chlarida kesish chorlash ilib boradigan saqchilar soni oldingi oylardagidan bir qanchasi oshgan. Kesish chorlash ilib boradigan birinliklarmi Uyghur rayonida chorlash qitim sonini ko'paytgan. Bu mezgilde yana Xitoy saqchi doiralari Ürümchida 30 kunlik qattiq zarba berish harakati boshladi. Tangirtog' to'rida ko'rsatishicha, 17-iyun Ürümchi shaharlik Jixi idorasi televiziya yig'in chaqirib, qayta qo'zg'alib kelishining oldini olish va muqimlikni saqlash uchun 30 kun qattiq zarba berish harakati elib borganligini uqtirgan. Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislaridan Manfirk Novak Xitoyning Uyg'ur mahbuslar ustidan tan jazosidan boshqa ro'yi qiyin qisloq jazosi qo'llanayotganligini bildirgan. U bu so'zlarni bu hafta Washingtondagi bir ommaviy tashkilot tarafidan ochilgan demokratiya va inson haqlari temasidagi yig'inda o'tirib qo'ygan. Manfirk Novak so'zida asosligi Xitoyning emgak bilan o'zgartirish tuzumi haqida to'xtalgan.
u mazkur tuzumning tüp maqsadi mahbuslarning ro'yini sundirish, irodasini bo'shashtirish va qilgan ishiga to'g'ri qildirish ekanligini bildirgan. U Xitoyning qonun sistemasida belgilik islohotlar bo'layotgan bo'lsa-mu, qiyin qistoq masalasining yanada og'ir darajada mavjud ekanligini va ro'yi jihatda qiynash jazosining Xitoyda Falun Gongchilarga, Uyg'ur rayonida bo'lsa, Uyg'ur siyosiy mahbuslarga yurgizilayotganligini bildirgan. Manfred Novak apandi Uyg'ur rayonida bir qancha qitim tekshirish ilib borgan edi. 5-iyulda qo'lga ilinib, turmada o'lgan egichaqsiz mahbuslar jasadining ko'ydirilganligi ilgari surilmoqda. Urumchidan chiqqan bir qism Uyg'urlarning bildirishicha, 5-iyulda tutilib o'lgan egichaqsiz jasadlar ko'ydirilmoqda ekan. Uyg'ur elidagi yerlik doiralardan egilgan ma'lumotlarda bular dalillandi. Urumchiga joylashgan hukumat igidorchiligidagi dafn mulozimat punkti 5-iyulda tutilib o'lgan bir qism Uyg'urlarning bu yerda ko'ydirilganligini dalilladi. Baş punktdagi bir xodimning bildirishicha, bu xildagi Uyg'urlar jasadining ko'ydirilishiga egichaqchiligi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin ekan. Xitoy hukumati 5-iyul voqeasida asosan Uyg'ur elining janubidan Urumchiga kelgan Uyg'urlarning asosliq rol o'ynaganligini ko'rsatgan va Urumchida yoqi yo'rtiq Uyg'urlarni tozalash harakati ilib borgan edi. Xitoyning Kambodjadan qaytarilgan Uyg'urlarni terrorchilarga chiqarishi kishilik huquq tashkilotlarining gumonini qo'zg'adi. Xitoy Jamoat xavfsizlik ministerligi payshanba kuni bayonot e'lon qilib, o'tgan yili Kambodjadan Xitoyga qaytarib berilgan Uyg'urlar ichida terrorchi guruhlarga a'zo kishilar borligini ilgari surdi. Xitoy doiralarining bularning ichida qancha kishini terrorchilar guruhiga chatqanligi hozircha ma'lum emas. Halbuki Uyg'ur va kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning Kambodjadan qaytarilgan Uyg'urlarni terrorchilar guruhiga chatqanligiga gumoniy pozitsiya tutmoqda. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Rabia Qadir xanım Xitoyning buningda siyosiy g'arzi borligi, bayonining ishonchlik emasligini ko'rsatdi. Lavgay fondi jamiyatidagi Hayrivu apandi bo'lsa, Jamoat xavfsizlik ministerligining bu kishilarni terrorchilarga bog'laganligiga hayron qolmaydiganligini, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni jazolashni vazifa deb qaraydiganligini eskartdi. Kambodja doiralari o'tgan yili 12 oyda 20 Uyg'ur musofirni Xitoyga qaytarib bergan. Bu voqea dunyoda zo'r g'ulg'ul qo'zg'ab, Kambodja hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar ahdnomasini dafsanda qilish bilan tanqidlangan edi. 10 navbatlik Turk dunyosi rassomlar uchrashishiga Uyg'ur rassomlarga vakolatan Germaniyadagi Uyg'ur rassom Marvoit Hafiz va Qozog'istondagi rassom Ahmad Ahad apandilar qatnashdi. Bu fəaliyyətin birinci qatımlığı 1997 yılda ötküzülgən olub, bu yıl 13. yılға qadam qoydu. Bu qatımlıq fəaliyyət İstanbul'un Marmara Kongre mərkəzində ötküzülməkdə. Fəaliyyət 6. ayının 15. günüdən 30. günügəcə ötküzülgən olub, 19 rəssam qatnaşmaqda. Fəaliyyətini uyuşturğan Sancar Mulayim oğlunun bildirişiçə, fəaliyyətə qatnaşıb atqan rəssamlar 2 həftə birlikdə rəsm sizildi ekan. Bu rəsmlər 6. ayının 30. günü İstanbul Arxeologiya Muzeyida ko'rgazmaga qo'yildi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishaylik. Xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.